Forrest Gump, Winston Groom. 25-qism. Keyin birinchi hosilni yig'ish vaqti keldi. Bu iyun oylari edi. Syu va men tongda turib hovuzga bordik. To'r tashladik va tortdik. Ammo to'rimiz nimagadir ilashib qoldi. Avval Syu to'rni bo'shatishga urindi, keyin men, lekin bu ish bermadi va shundan keyingina biz to'r og'irligini angladik. Unda krevetkalar shunchalik ko'p ediki, biz ko'tara olmasdik. Kechqurun 100 kilogrammga yaqin krevetka tutdik va butun tun davomida ularni kattaligiga qarab saraladik. Ertasi kuni ertalab ularni savatlarga solib, qayiqda boshqa qirg'oqqa olib bordik. Savatlar shu qadar og'ir ediki, biz yo'lda cho'kib ketishimizga sal qoldi. Baliq zavodida savatlarni tushirib, ularni tortish xonasigacha olib bordik. Kechqurun $865 chek oldik. Menimcha bu musiqiy guruhda garmonika ijro etganimdan keyin topgan birinchi halol pulim edi. 2 hafta davomida hosilimizni zavodga olib borishdan boshqa ish qilmadik. Yakunda $9700 va 26 sent oldik. Bu g'alaba edi. Ha, aytishim mumkinki, bayram qilish uchun sabab bor edi. Biz krevetka to'la savatni olib, Babbaning dadasiga olib bordik. U biz uchun juda xursand bo'ldi va Babba ham bu kunni ko'rishni juda xohlashini aytdi. Keyin Syu bilan avtobusga o'tirib g'alabani nishonlash uchun Mobile'ga ketdik. Men qilgan birinchi ish onamning yotoqxonasiga borib qancha pul topganimizni aytish bo'ldi va u albatta yana yig'lay boshladi. "Oh, Forrest", dedi u. "Men sen bilan faxrlanaman. Garchi sen sog'lom bo'lmasang ham juda yaxshi ishlayapsan." Mayli. Men onamga rejam haqida aytdim. Keyingi yil biz hovuzlar sonini ko'paytirmoqchi edik. Pul va xarajatlarni hal qiladigan odam kerak edi. Men buni uddalay oladimi so'radim. "Demak, sen meni Bay hududiga ko'chib o'tishimni xohlaysanmi?" dedi onam. "Ammo u yerda qiladigan hech ish yo'q. Men nima qilaman?" "Pul hisoblaysiz", dedim. Keyin Syu bilan shahar markaziga bordik va bayramona ovqatlandik. Men bozorga kirdim va Syuga bir dasta banan sotib oldim. O'zimga eng katta biftekska buyurtma berdim. Kartoshka va yashil no'xati bilan. Keyin pivo ichsam yaxshi bo'lardi deb o'yladim va ombor yonidagi iflos qovoqxona yonidan o'tib ketayotib, kimnidir shu qadar baland ovozda berilib so'kinayotganini eshitdim. Shuncha yil o'tgan bo'lsa ham, o'sha ovozni tanimay qolmasdim. Men yaxshilab quloq tutdim. Bu universitet jamoasidan qariya Kertis edi. Kertis meni ko'rganidan xursand bo'ldi. U meni eshak, axlat, xo'ppoz va kallasiga kelgan so'zlar bilan atadi. Ma'lum bo'lishicha, u kollejni tamomlagandan so'ng professional Washington Redskins jamoasida o'ynagan, biroq ziyofatda bosh murabbiyning xotinini o'pgach, uni haydab yuborishgan. Keyin u yana bir necha yil turli jamoalarda o'ynabdi. Oxirida shu yerdan ish topgan, bu universitetda olgan bilimlariga to'liq mos kelardi. Xullas, Kertis menga pivo sotib oldi va biz eski vaqtlarni eslay boshladik. Bir ikkita pivo ichganimizdan keyin menga bir fikr keldi va Kertisga dedim: "Men uchun ishlashni xohlaysanmi?" U yana so'kinib qichqira boshladi va 1-2 daqiqadan so'nggina uning nima qilish kerakligiga qiziqayotganini angladim. Men unga krevetkalar biznesim haqida va biz uni kengaytirmoqchi ekanimizni aytdim. U yanada qattiqroq so'kina boshladi. Lekin endi men uning so'zlarini tasdiq ma'nosida angladim. Shunday qilib biz butun yoz, kuz, qish va bahorda ishladik. Men, Syu, onam va Kertis, hatto Babbaning dadasi ham ish topdi. O'sha yili biz $30,000 ishlab oldik va biznesimiz o'sishda davom etdi. Umuman olganda, hamma narsa joyiga tusha boshladi. Onam endi unchalik yig'lamasdi va
Bir kuni meni hatto Kertisning jilmayganini ko'rdim. U biz qarab turganimizni payqagach, darhol o'zini yig'ib oldi va yana so'kinishni boshladi. Garchi men o'zim unchalik xursand bo'lmasam ham, chunki men doimo Jenni va u bilan nima sodir bo'lgani haqida o'ylardim. Nihoyat u haqda bilishga qaror qildim. Bir kuni yakshanba kiyinib, Jimmining mobayldagi ota uyiga bordik. Men kelganimda onasi uyda televizor ko'rayotgan edi. Men o'zimni tanishtirdim va u xitob qildi. Forrest Gump, men shunchaki ishonmayman. Tezroq kir. Xo'p, biz o'tirdik va suhbatlashdik. U mendan onam nima qilayotgani va shu kabi narsalar haqida surishtirdi va nihoyat men undan Jenni haqida so'radim. Yigiti bilanmi yoki yolg'izmi? Oh, Forrest, bilmaysanmi? Dedi u. Axir Jenni turmushga chiqdi. Oila qurdimi? So'radim. Bir necha yil oldin u o'sha paytda Indianada yashar edi. Keyin u Washingtonga borib, turmushga chiqqani va Shimoliy Karolinaga ko'chib o'tayotgani haqida xabarnoma yubordi. Agar u menga qo'ng'iroq qilsa, unga biror narsa aytishimni xohlaysanmi? Yo'q, dedim. Kerak emas. Unga faqat baxt tilashimni ayting. Men unga buni yetkazaman, dedi Kerran xonim. Kelganingdan xursandman. Men bu xabarni xotirjamlik bilan qabul qilishim mumkindek tuyuldi. Ammo keyin ma'lum bo'lishicha, men bunday qilolmayman. Yuragim tez urib, qo'llarim terlab ketdi. Negadir men qayoqqadir yashirinib, xuddi Babba o'ldirilgan vaqtdagidek yo'qolib ketmoqchi bo'ldim va shunday qildim. Eng yaqin butalar tomon yurdim va o'sha yerda yotdim. O'ylaymanki, men hatto bosh barmog'imni so'ra boshladim. Men buni uzoq vaqtdan beri qilmagandim, chunki onam har doim buni faqat chaqaloqlar va ahmoqlar qiladi derdi. Umuman olganda men u yerda qancha vaqt yotganimni bilmayman. Ehtimol bir kun. Men Jimmini ayblamadim. U ancha oldin qilishi kerak bo'lgan ishni qildi. Axir men ahmoqman. Ko'p ayollar ahmoqlarga turmushga chiqqanman deyishsa-da, agar erlari haqiqiy ahmoq bo'lsa, hayotlari qanaqa kechishini tasavvur ham qila olmaydilar. Asosiysi, o'zimga achindim. Chunki negadir men bir kun kelib Jenni bilan turmush qurishimizga ishonardim va uning allaqachon turmushga chiqqanini bilganimda ichimda bir narsa o'ldi va o'zimni hech qachon hayotga qaytmaydigandek his qildim. Chunki turmush qurish shunchaki gap emasdi. Turmush qurish jiddiy masala. Tun bo'yi yig'ladim, lekin yordam bermadi. Keyin butalar orasidan chiqib, Ko'rfaz tomon yo'l oldim. Hech kimga nima bo'lganini aytmadim. Chunki endi foydasi yo'q deb o'yladim. Ko'p ish qilishim kerak edi. Hovuzlar, to'rlarni ta'mirlash va ishga kirishdim. Tugatganimda yana qorong'u tushdi va men bundan buyon faqat krevetkalarim haqida o'ylashga qaror qildim. Men uchun boshqa hech narsa qolmagandi va shunday qildim. O'sha 2-yili biz $75,000 ishlab oldik va biznes kengayib boraverdi. Shuning uchun ko'proq odamlarni yollashimiz kerak bo'lardi. Jumladan, universitet jamoasining chorak himoyachisini, u kichik jamoada ishlashdan charchagan edi va men uni Kertis bilan kanallarni tozalashga qo'ydim. Keyin maktabimdagi murabbiy Fellers nafaqaga chiqqanini bildim. Men unga va uning 2 yigitiga ish berdim. Ular ham nafaqaga chiqqandi. Ko'p o'tmay gazetalar bizning gullab yashnagan biznesimizni bilib qolib, mahalliy yigit yaxshi ish topgan rukni uchun mendan intervyu olishga muxbir yuborishdi. Bu yakshanba kungi sonda men, onam va Syuning surati chiqdi. Uning sarlavhasi O'sar dengiz tajribasida muvaffaqiyatga erishdi bo'lib, maqoli yangiliklar rukniga kiritildi. Keyin onam menga buxgalteriya hisobi uchun yordam kerakligini aytdi. Chunki biz juda ko'p pul topardik va unga moliyaviy maslahatchi kerak edi. Men bir zum o'ylanib qoldim va keyin
Janob Tribble'ga qo'ng'iroq qildim, chunki u nafaqaga chiqishdan oldin biznesda anchagina tajriba orttirgan edi. Qo'ng'iroq qilganimdan xursand bo'lib, keyingi reysda kelishini aytdi. Bir hafta o'tgach, u keldi va biz jiddiy gaplashishimiz kerakligini aytdi. Torrest, u shunday dedi: "Siz qilayotgan ish ajoyib, ammo moliyaviy rejalashtirish haqida jiddiy o'ylash vaqti keldi." Men undan nima lozimligini so'radim. U javob berdi: "Investitsiya, diversifikatsiya. Aytishim mumkinki, kelasi yili taxminan $190,000 ishlab olasiz. Bir yil o'tgach, deyarli chorak million. Siz shunchaki bunday foydani qayta investitsiya qilishingiz kerak. Shunda soliq idorasi butun dunyo bo'ylab yurishingizga ruxsat beradi." Qayta investitsiyalar Amerika biznesining mohiyatidir. Biz shunday qildik. Janob Tribble biznesni shaxsan o'z zimmasiga oldi va biz tez orada bir nechta shu'ba korporatsiyalarini tuzdik. Birinchisi Gam krevetkalari kompaniyasi, ikkinchisi Syu qiymalangan krevetka konserni va uchinchisi Ona krevetkalari MCJ edi. Shunday qilib yiliga chorak million dollar, yarim millionga, keyin millionga aylandi va oxir oqibat 4 yildan so'ng bizning biznesimiz daromadi yiliga 5 million dollarga yetdi. Bizda 300 ga yaqin odam, jumladan o'simlik va hayvon laqabli kurashchilar ham omborda ishlardi. Men Denni topishga harakat qildim, lekin bu ish bermadi. U ishsiz g'oyib bo'lgandi. Ammo men keksa Maykni topdim. U jamoatchilik bilan aloqalar va reklamani boshqardi. Hatto janob Tribblening maslahati bilan Rachel Welchni reklama ishiga yolladik. U krevetka libosida raqsga tushdi va shunday dedi: "Agar Syu krevetkalardan totmasangiz, pulingiz kuyar, essiz. Umuman olganda biznesimiz sezilarli mavqega ega bo'la boshladi. Bizda baliqchilik floti va muzlatgichlar parki bor edi. O'zimizning konserva zavodimiz va ofis binomizni ochdik. Uy-joy qurilishi, do'konlar, neft va gaz savdosiga sarmoya kirita boshladik. Biz o'sha ingliz tili o'qituvchisi bir talabani yo'ldan ozdirgani uchun universitetdan haydalgan professor Quackenbushni ishga oldik va u onamning fabrikasida oshpaz bo'ldi. Shuningdek, biz reklama safarimizdan so'ng nafaqaga chiqqan polkovnik Guchni ham chaqirib oldik va janob Tribble uni maxfiy operatsiyalar uchun mas'ul etib tayinladi. Onam bizga katta uy qurdirdi, chunki bu kulba sendek rahbarga yarashmaydi dedi. U vaziyatni nazorat qilishi uchun Syuni kulbada qoldirdi. Endi men har kuni qandaydir advokat kabi kostyum-shimda portfel ko'tarib yurishim kerak edi. Men har doim ba'zi yig'ilishlarda o'tirishimga va pigmeylarning mish-mishiga o'xshash juda ko'p bema'ni gaplarni tinglashimga to'g'ri kelardi. Hamma meni janob Gamp deb atardi. Menga mobilning faxriy kaliti berildi. Shifoxona va simfonik orkestrning vasiylik kengashiga taklif qilindim. Bir kuni ba'zi odamlar mening ofisimga kelib, meni AQSh senatiga nomzod qilib ko'rsatishni xohlashlarini aytishdi. "Siz shunchaki senat uchun yaratilgansiz", dedi kostyum kiygan, ko'zoynak taqqan va og'zida sigareta bo'lgan kishi. Bryant ayiqlarining futbol kumiri, urush qahramoni, mashhur kosmonavt va prezidentlarning ishonchli vakili. Nomzoddan boshqa yana nima so'rash mumkin? "Qarang", dedim unga. "Men g'irt o'sarman. Men siyosatni tushunmayman." "Juda yaxshi", dedi janob Claxton. "Ayni bizga kerak bo'lgan odamsiz. Sizni yerning tuzi deb ataymiz. Yerning tuzi." Bu fikr menga umuman yoqmadi. Menga qo'yilgan boshqa laqablar kabi. Chunki ular tufayli har xil muammolarga duch kelardim. Ammo bu haqda onamga aytganimda, u buni ma'qulladi. Albatta ko'zda yosh ko'rindi va u men bilan faxrlanishini, o'g'lining AQSh senatida o'tirishini orzulashini aytdi. Xullas, nomzodni e'lon qiladigan kun keldi. Janob Claxton va uning jamoasi mobildagi zalni ijaraga olib,
qandaydir bema'ni gaplarni tinglashlari uchun $1,5 olgan tomoshabinlar oldida meni sahnaga sudrab olib chiqdi. Avvaliga bir nechta uzun nutqlar bo'ldi, keyin menga navbat keldi. Hurmatli yurtdoshlar, deb boshladim men. Janob Klakston men o'qishim kerak bo'lgan nutqni oldindan aytib bergan va qo'shimchasiga uning odamlari menga savollar berishi kerak edi. Shu zahoti televizor kameralarining chiroqlari yondi. Muxbirlar hushyor tortishdi. Men nutqni to'liq o'qib chiqdim. Unchalik uzoq va ma'nosiz emasdi. Ammo buni qanday baholay olaman? Men shunchaki ahmoq bo'lsam. Men tugatganimdan so'ng gazetadan bir ayol o'rnidan turib daftariga qaradi. Biz yadroviy falokat yoqasida turibmiz, dedi u. Iqtisod inqirozda, bizdan butun dunyo nafratlanadi. Shaharlarimizda zo'ravonlik, odamlar har kuni ochlikdan o'lmoqda. Hamma joyda kufr va ochko'zlik hukm surmoqda. Chet elliklar mamlakatimizni suvga bostirishdi va fuqarolarimizdan ish joylarini tortib olishdi. Kasaba uyushmalari, chirigan gettolarda qora tanli bolalar o'lmoqda. Soliqlar haddan tashqari ko'p. Maktablarda tartibsizlik, qo'rquv, ochlik, umidsizlik va fuqarolar urushi xayollarimizni band etdi. Sizningcha hozirda eng dolzarb ehtiyoj nima? Birinchi navbatda nima qilishni xohlaysiz? Zal jim bo'ldi. Siz pashshaning uchayotganini eshitishingiz mumkin edi. Men yozilmoqchiman, dedim. Va keyin tomoshabinlar portladi. Odamlar qichqirishdi va qo'llarini silkitishdi. Orqa qatorlarda kimdir zalni boshiga ko'tarib mening so'zlarimni qaytara boshladi. Biz yozilmoqni xohlaymiz. Biz yozilmoqni xohlaymiz. Biz yozilmoqni xohlaymiz, deb baqirdilar. Oyim mening orqamda podiumda o'tirgan edi. U sakrab turdi va meni mikrofondan uzoqlashtirdi. Uyat, deb pichirladi u. Omma oldida o'zingni shunday tutishing. Hech narsa bo'lmadi, dedi janob Klakston unga. Ajoyib. Ular buni yaxshi ko'radilar. Biz buni saylov oldi kampaniyamiz shioriga aylantiramiz. Nimasi bu? Onam hayratda qoldi. Uning ko'zlari olovga aylandi. Biz yozilmoqni xohlaymiz, javob beradi janob Klakston. Eshiting, tomoshabinlar bilan hech kim bunday kuchli munosabatga erisha olmagan. Ammo bu gaplar bilan onalarni sotib ololmaysiz. Bunday gaplar saylov kampaniyasi shioriga aylanganini qayerda ko'rgansiz, deb so'radi u. Bu shunchaki jirkanch, odobsiz va bundan tashqari nima foydasi bor? Bu shunchaki ramz, dedi janob Klakston. Ko'ryapsizmi, biz juda ko'p plakatlar, nishonlar, stikerlar tayyorlaymiz va shu orqali radio va televideniya jalb qilamiz. Ha, bu shunchaki ajoyib ifoda. Yozilmoqchimiz. Bu davlat zulmiga bo'ysunmaslik ramzi. Yurtimizda to'planib qolgan har qanday nopok narsalarni yo'qotish ramzi. Bu tasvir umidsizlikni va ayni paytda istakning timsolini umumlashtiradi. Nima haqida gapiryapsiz? Xitob qildi onam. Jinnimisiz? Orres, dedi janob Klakston. Siz allaqachon Washington yo'lidasiz. Hech bo'lmaganda avvaliga shunday tuyuldi. Biz yozilmoqchimiz shiori ostidagi kampaniya juda yaxshi o'tdi. Bu ibora maqolga aylandi. Odamlar uni ko'chalarda va mashinalarda aytib yurishdi. Televideniya sharhlovchilari va jurnalistlar bu nimani anglatishini xalqqa tushuntirish uchun bor kuchlarini ayamadilar. Voizlar uni minbarlardan o'qib berishdi. Maktab o'quvchilari esa sinfda qo'shiq qilib kuylashdi. Aftidan men saylov oldi poygasida so'zsiz peshqadamga aylanib borayotgandim. Chunki raqibim men ham yozilmoqchiman degan shiorni ko'tarib olishdan boshqa yo'l topa olmadi va uni butun shtab bo'ylab e'lon qildi. Va keyin men qo'rqqanimdek hamma narsa qulab tushdi. Men yozilmoqchiman shiori butun mamlakat bo'ylab tarqalgach, Washington Post va New York Times o'z jurnalistlarini surishtiruvga yubordi. Ular men bilan juda yaxshi gaplashdilar va uyga qaytganlarida mening o'tmishimni o'rganishni boshladilar. Va keyin gazetalarning birinchi sahifasida
Senatorlikka nomzodning o'tmishidagi qora dog'lari kabi sarlavhalar paydo bo'ldi. Birinchi kursdayoq universitetdan haydalganimni yozishdi. Keyin ular men va Jenni haqidagi hikoyani topib olishdi. Men ketimni prezident Jonsonga ko'rsatayotgan payt muhrlangan fotosuratni topib oldilar. Ular mening Boston va musiqiy guruhdagi hayotim haqida so'rashdi. Ko'plar men giyoh chekkanimni va qandaydir tarzda Garvard universitetida chiqqan yong'inga aloqador ekanligimni aytishdi. Lekin eng yomoni ular Kapitoliyda medal uloqtirganim haqida sud ishini topib oldilar va sudya meni ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yotqizganini yozishdi. Qolaversa ular mening jang qilganim va ahmoq laqabim borligini bilib olishdi. Ular hatto professor bog'lab qo'ygan suratimni ham topishdi. Nihoyat, ba'zi nomi oshkor etilmagan manbalar meni mashhur kino yulduzi bilan bo'lgan janjalli voqeaga aloqadorligimni da'vo qilishayotganini xabar qilishdi. Va bu oxirgisi emas edi. Janob Klakston saylov oldi qarorgohiga kirgach baqirib, "Bo'ldi, bizni orqamizdan pichoqlab ketishdi", dedi. Lekin boshqa iloji yo'q edi. Men o'z nomzodimni qaytarib olishga majbur bo'ldim. Ertasi kuni onam, janob Tribble va men bu masalani muhokama qilish uchun uchrashdik. "Forrest", dedi janob Tribble, "menimcha siz biroz dam olsangiz yaxshi bo'lardi." U haq edi. Qolaversa, uzoq vaqtdan beri hech kimga aytmagan bir narsa meni qiynab yurgan edi. Faoliyatimizning dastlabki kunlarida men ishni, erta turishni, krevetkalar va shunga o'xshash narsalarni yaxshi ko'rardim. Men Syu bilan kechqurun baliqchilarning kulbasi ayvonida o'tirib garmonika chalardim va shanba kuni 6 shisha pivo ichib mast bo'lardim. Hozir bunday narsa yo'q. Men nima qilishim kerak? Doimiy ravishda qandaydir ziyofatlarda qatnashish, u yerda nima xizmat qilayotganimni Xudo biladi. Kun bo'yi to'xtamasdan telefon jiringlaydi va ba'zi odamlar menga hamma narsa haqida savollar berishadi. Lekin Senatda bundan ham battarroq bo'lardi. Menda o'zim uchun vaqt qolmadi va hamma narsa mendan o'zib ketdi. Bundan tashqari oynaga qaraganimda yuzimda ajinlar paydo bo'lganini va sochlarim oqarib ketganini payqadim. Avvalgidek kuchim yo'q edi. Men biznesim rivojlanayotganini bilardim, lekin qandaydir bir joyda aylanayotgandek edim. Bu menga nima uchun kerak? Men bularning barchasini nega qilyapman? Bir paytlar Babba va men eng dahshatli orzularimizdan tashqarida bo'lgan rejani tuzgandik. Ammo men Orange Cup finalida o'sha Nebraska Makka jo'xorichilari yigitlariga qarshi o'ynaganimdek xursandchilik olyapmanmi? Yoki Bostonda chaqilgan tuxum guruhi bilan garmonika chalganimda, prezident Jonson bilan Beverly Hillsni tomosha qilganimda-chi? Men Jennining ham bunga aloqasi bor deb o'yladim. Lekin bu borada hech narsani o'zgartirib bo'lmagani uchun u haqida o'ylashni o'zimga man qildim. Umuman olganda ketish vaqti kelganini angladim. Onam xuddi men kutganimdek ko'zlarini ro'molcha bilan ishqalay boshladi. Lekin janob Tribble meni juda yaxshi tushundi. Nega uzoq muddatli ta'tilga chiqayotganingizni e'lon qilmaysiz? Albatta bu vaqt davomida sizning joyingiz saqlanib turadi. Men shunday qildim. Oradan 2 kun o'tgach, ertalab biroz pul olib, narsalarimni yo'l xaltaga soldim u zavodga yo'l oldim. U yerda onam va janob Tribble bilan xayrlashdim. Mike, professor Quackenbush, o'simlik va hayvon, ilon va murabbiy Fellers, uning katta o'g'illari, Babbaning dadasi va hamma bilan qo'l berib ko'rishdim. Keyin men kabinaga kirdim va u yerda keksa Syuni ko'rdim. "Nima qilmoqchisan?" deb so'radim undan. Syu qo'limni siqdi. So'ng elxaltamni tashqariga olib chiqdi. Biz qayiqqa o'tirib, Fors ko'rfasi qirg'og'iga suzib, so'ngra avtobusda Mobile'ga bordik. U yerda kassadagi ayol bizdan so'radi: "Qayerga chipta olmoqchisiz?" Men yelkamni qisdim va u dedi: "Unda nega Savannaga bora qolmaysiz? Men u yerda bir marta bo'lganman.
Bu juda chiroyli shaharcha va shunday qildik.